orqamda nima turibdi bilasizlarmi? Voy, buni faqat multfilmlarda ko'rganman. Qaranglar. Judayam chiroyli, judayam. Buni qaranglar, bu Santa Claus qishlog'ining eng katta qo'lda yasalgan qorbobosi ekan. Vosh chiroyli. Endi esa chiroyli, ancha ko'rganib ketyapmiz. Buni qaranglar, qanaqa kattacha. Judayam chiroyli shoninglar. Mana bu o'rmonning ichida mana shunaqa archa живой, archa вообще zo'r. Havo harorati juda ham sovuq. Shuning uchun Santa Claus qishlog'ida kelib, mana shunaqa o'tin atrofida ism olish imkoniyati ham bor ekan. Issiqni mazza. Biz ko'p yurvardik, shunga ozroq sovqatib qoldik. Oldin Santa Claus sovg'alarni bug'da tarqatmasmidi? Zamonaviylashib ketibdi-da, qaranglar, mana mashinada tarqatayotgan ekan. Bizlarning uyga ham bitta tashlab o'ting. Santa Claus qishlog'imiz xudo xolasa keyingi yil 3 kishi 4 kishi bo'lib qaytib kelamiz. Yaxshi qolinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Yangi yilda sizlar bilan birga kelib nishonlaganimdan juda ham xursandman.